har qanday chiqayotgan qonunni shaxsan men va qonunosti hujjatini, qaror, farmon, farmoyishni uni kimgadir moddiy manfaati yo'qmikan, bizdan xalqdan yig'ishtirish orqali pullarni kimgadir aniq biror bir tomonga qarab ketmayaptimi deb shaxsan men har doim shubhalanaman. Va bundan keyin ham shubha ostiga qo'yaman va unga yetarlicha asoslarim ham bor. Ha, falonchi bilan til biriktirilib qilingan, yo pismadoncha ketgan demayman. Lekin shubhalarim bor. Misol uchun oxirgi o'sha yoqilg'ilarga naqd pulda to'lash imkoniyatini olib tashlagan qaror orqali ko'rdik o'zimiz. O'sha o'rtadagi bilmayman, o'rtakash firmalar deymizmi, endi nomini aytkim kelmayapti, o'sha pulingizni tiqasiz oladiganlarda o'shada 1% dan 3% gacha foyda ko'rishni boshladi. Yo'q joydan biz unutib yubordik o'shanaqa narsalar borligini, o'shanaqa firmalar borligini. Yoki bo'lmasa qora bozorni yo'qotamiz degan bahonada qilingan narsa edi. Boyga har bitta baklashkani ustida QR kod bor. U QR kodni mana yaqinda aytishdi 60 so'mmi har bir dona shunaqa. O'zi kichkinagina u. Uni bitta firmamiz sotadi deyishdi. Agar haqiqatan bitta firma sotadigan bo'lsa va shu 60 so'mmi shunga yaqin summa bo'ladigan bo'lsa, bu dahshat bu. Bir kunda millionlab kerak bo'lsa suv sotilsa, misol tariqasida minglab, millionlab, bu milliardlab foyda degani-da yo'q joyda.